İkincisi hem de chet eldeki Uyg'urlar menimcha men burunma deytdim vatanning ichidami ba'zi darsini so'ziga vaqtda. Her bir Uyg'urning bir o'zini kuchaytirish vazifasi bor. U eng aqallisi e, ma'naviy jihatda o'zining iymon e'tiqodini kuchaytirish. İqtisodiy jihatda jiqroq pul tepish, iqtisodiy jihatda o'zini kuchaytirish. İlim egallash bilan bilim bilan o'zini kuchaytirish. O'zini kuchaytirish umumyüzlük bizning ruhiy kayfiyatimizni yaxshilaydi. Ruhiy kayfiyatimizni yaxshilab qolmasdan bu halqi hamma ishga asqatadi. Belki shu payg'ambarimizning Allohga ojiz musulmondan kuchli musulmon bakrak suyumli degan bu hadisi bugungi kunda Uyg'urlar shu peshonasiga uyab yezib olgan hadislarni birisi bo'lishi mumkin. Har vaqt o'zini kuchaytirishi lozim. Kecha kunduz buning dardida bo'lishi lozim. Cheniqishi lozim hatta. Men 40 yoshga, 50 yoshga, 60 yoshga kirib qoldim demay, cheniqishi lozim. Etdigan ket cheniqishi lozim. Kitap o'qishi lozim har vaqt. Har vaqt o'zini e'tiqodiy jihatda tavlab turishi lozim. Chunki shunda kuchlik turgan vaqtda Alloh tarafdan bir fursat kelgan chaqda tuta olamiz. Hem Allah'ımız bizni mushunda umidsiz vaziyatdami bu bandalarim umidsizlanmasdan tirishib atadi deb turib bizga mukofot qilib berishi mumkin bu fursat degan narsa.